Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Matiz 3 talikda konditsionerlari boridan bir qo'l minilganidan o'xtirganlar uchun mana sizlarga Premium ega dehqonni o'zidan 3 talik Matiz 2009-yil. Moshina suylari вообще butun ekan. Zo'r ekan holati ham. Ramashka diskalarda to'rtta yaxshi balon, luks konditsioner, MX tipi luks konditsioner. Arkada stoplargacha original stoplar ekan. Nomerlar yechib qo'yganimiz sababi moshina firma nomeri ekan. O'sha hisobiga nomerlarni yechib chiqarib qo'ydik. O'zlarining nomida firmasi bor ekan. O'zlarining nomidan firmadan chiqarib berar ekan. Behijob o'sha firmaga moshina chiqqandan beri o'sha firmada yurgan moshina ekan, o'zlarida haydagan moshinalar ekan. Kraskalari tomdan pasti yengil, etlarida, betlari bo'lgan deysiz, ichlarini ko'rdim, ichlariga sepilmagan, oldi usutirlari, udar-pudar, unaqa narsa yo'q, ichlariga o'zini turibdi. Sizlar anchagina qiziq, interesli holatda bo'lib turibdi, sedanlar holatlari ham yaxshi. Probegi 500 mingdan oshiqroq. Endi shu o'zlarining ishlari uchun minilgan mashina. Yetishyaptiki, bitta mana shu radarimni o'zim yechib olaman deyapti. Antiradar, magnitofon kolonka, hech narsa yechmayman deyapti. Bilasizlar, mashina bir o'tmagan mashina shunaqa bo'ladi. Bitta bagaj ochib oling, bagajda ukam. Ungacha men biznes bagaj kuzatib turaman ekan, ochilib qoldi. Xo'p, to'rtta yangi baloni bor ekan. Bagajda bosib oling. Ha, knopka qo'yib qo'yganmiz bagajda. Chotki. Bagajda men unutdim. Eng qiziqdi, zo'r joyi mashina shu probegda faqat benzinda bosib o'tgan ekan, metan tushmagan ekan. Hamma yo'q knopkalar joy-joyida. Narxini sirasi aytib o'tay, narxini oxirgi taqalgan, vashi kami yo'g'ini 2750 dollarga beraman deyapti. Luks konditsioner Matizda. Kenor kolonkalarda hozir shunday beraman ekan. Olgan odam mendan olib maza qilib minsin deyapti. Holati zo'r, qiziqarli turibdi, chotki turibdi mashina. Konditsionerlar bitta priyom qilinsa ishlaydi. Zapravka qilinsa bo'ldi deyapti. Metan umuman tushmagan. Hozir kraskalar o'zini turibdi ekan. Kichik turib qoladi. Ashticha shu petnocha qilib olinsa bo'ldi ekan. Egasi bilan kelishib, xudo xolasa, notariusga borib turib, notarius taklif bitirgan paytda pul sanab bersangiz bo'ladi. Konditsionerlar hamma yoq turibdi, radiatorlargacha hammasi bor ekan. Ichlarida kraska yo'q, usutlari o'ziniki. Bemalol ko'rib, xudo xolasa, baraka qilib kelsizdan bo'ladi. Ko'rdingmi germetkalarni? Ha, germetkalar. Turibdi o'ziniki. Qo'yavering. Bular xolasi anchagina yaxshi. Turgan adresi Qo'qonda. Egalar raqamini pastga qoldirib qo'yaman. Bitta like, podpiska bosib, bosaverasizlar.